Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bismillah bilan yangi bir loyihaga qo'l urdik. Loyihamiz nomi eng zo'rlari. Bugundan boshlab biz turli sohalarda o'z kasbi bilan yashaydigan, jamiyat ishonchini qozongan insonlarni tanishtiramiz. Eng zo'ri bo'lish ko'zga ko'rinmas paytda ham o'z ishini sidqidildan bajarishdir. Bu loyiha maqtov emas. Bu tanlov, e'tirof va jasorat. Har sohada ko'pchilik bor. Lekin har sohada eng zo'rlari kamchilikni tashkil etadi. Bugun biz aynan shunday insonlar haqida gapiramiz va ko'rsatamiz. Nom uchun emas, natija uchun ishlaydiganlar haqida. Ana shunday tashkilotlardan biri Xorazm viloyati tez tibbiy yordam idorasi bo'lib, tashkilot dastavval 1960-yillarda shahar shifoxonasi tarkibida tashkil topgan. 2022-yildan boshlab tez tibbiy yordam xizmati alohida idora tashkilot sifatida o'z faoliyatini davom ettirib, hozirgi kunda viloyat bo'yicha 4000 dan ortiq xodim tez tibbiy yordam idorasida birdamlikda ishlab kelmoqda. Birgina Urganch shahrining o'zida o'tgan 2025-yil yakunigacha bemorlar tomonidan 117 mingdan ortiq chaqiruvlar qabul qilindi. Tez tibbiy yordam sutkasiga 24 soat to'xtamaydigan yagona tizimlardan biridir. Tez tibbiy yordam jamiyatning eng oldingi himoya chizig'i bo'lib, qolgan barcha tizimlar shu joydan boshlanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng zo'rlari loyihasida bugun biz aynan shu tizimda ishlaydigan, vaqt bilan bellashadigan, xalq ishonchini yelkasida olib yuradigan eng zo'r yosh shifokorlarni tanishtiramiz. Shu kasbni tanlamaganingizda va yoki hozir o'zgartirishni lozim bo'lsa, qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Men bolaligimdan bu kasbni yaxshi ko'raman. Hayolimga hech qachon o'zgartirish fikri kelmagan. Shifokorlik kasbi bu ulug' sharafli kasb bo'lganligi uchun o'z kasbimdan hamisha faxrlanib yaxshi ko'rib kelaman. Kasbimni yaxshi ko'raman. Bu kasbdan boshqasida o'zimni tasavvur qilmayman. Men bu kasbni hech qachon o'zgartirmagan bo'lar edim. Bu kasb mening bolalikdagi orzumdagi kasbim. Bu kasbim bilan faxrlanaman. Futbolist. O'z sohamdan va ishimdan mamnunman. Agar shifokor bo'lmaganimda albatta sportchi bo'lgan bo'lardim. Kasbimni sevib ishlayman, o'zgartirmagan bo'lardim. Shu kasbni tanlagan bo'lardingiz. Kasbini o'zgartirmagan bo'lardingiz. o'zgartirmagan shifokor bo'lishga qadar Men yoshligimdan shifokor bo'lishni orzu qilganman. Boshqa kasb haqida o'ylamayman. Bemorlar ko'p aytmaydigan, lekin xatarli xatolar haqida ayting. Ayrim bemorlar o'zining surunkali kasalliklarini yashiradi. Avvaldan kelayotgan zararli odatlarni Bemorlar ko'pincha o'zida bo'ladigan ko'pgina simptomlarni yashirishadi. Uyat bilib aytishmaydi. Ichki qon ketishlar, jinsiy qon ketishlar bo'lishi mumkin. Shu sabab ular uyalib o'zida nima bo'layotganini aytishmaydi. Shifokor maslahatisiz o'z boshimchalik bilan dori vositalarini qabul qilib, keyin tez tibbiy yordam chaqirishadi. Bezovta haqida to'liq aytib bermasdan, ichimdagini topdigan bemorlar bor. to'liq bir anamnez bermasligi, yozma to'g'ri ma'lumot berib qo'yishib, bizani to'g'ri tadqiqot qilishimizda xalaqit berishi mumkin, xatarli shu yerda. Bemorlar o'zida bo'lib turgan og'riqni shifokorlarga kamaytirib aytishadi yoki yashirishadi. Bular jiddiy oqibatlarga olib keladi hamda bemorlar ko'pincha ichgan tabletkalarni va boshqa qo'shimcha kasalliklarni yashirishga harakat qilishadi. O'sha yashirganligi sababli
diagnoz qo'yish bo'yicha ikkilanish bo'ladi. Ular masalan o'zlari ichib qo'ygan dorilar yoki bo'lmasam o'zi avval o'tkazgan kasalliklarini aytishda ko'p xato qiladilar, shuning uchun xatarli bo'lishi mumkin bu narsa. Gepatit va spid kasalliklarini yashirishi. O'zini shikoyatini aniq to'liq tushuntirib bermaydigan mana shu ukolni qil tez deb turadi odam. Odamlar tez yordam haqida qaysi narsani noto'g'ri tushunishadi? O'z vaqtida kelmasligi. Bizlar og'ir visiplarga tushib qolib, shu visiplarda ko'p vaqt ushlanib qolishimiz mumkin. Keyin yana izinlab visiplar tushgan paytida 20 minut, 30 minut ichida borishimiz mumkin. Shu narsani odamlar noto'g'ri tushunadi. Odamlar tez tibbiy yordam haqida tez tibbiy yordam birinchi bo'lib kelishi kerak degan fikrni noto'g'ri xulosa qilishadi. Keyin tez tibbiy yordam hamisha o'qil urib ketishi kerak degan fikrda bo'ladi. Tez tibbiy yordam o'qil urish shart emas. Oddiygina tabletkalar bilan ham bemorning ahvolini yaxshilab ketishi mumkin. Lekin bizlar ko'pincha 3-4 viz chaqiruv bo'ladi. Shularni kasalning og'irlik darajasiga qarab sartaroshga qilib boramiz. Ayrim sabablarga ko'ra kechga olib borishimiz mumkin. Har bir tez tibbiy yordam xodimiga 3-4 tadan chaqiruv to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun tartibga solingan holatda yoshga qarab yoki bo'lmasam kasallik darajasiga qarab navbat bilan qaraladi. Kech kelishadi deb noto'g'ri tushunishadi. O'sha bilishmaydi, yo'l tirbandliklari, har xil vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, qon ketish, hushdan ketishlar, og'ir bemorlarga birinchi boriladi, yengilroq temperatura, qon bosimi chiqishganda keyinroq boriladi. Mana shu noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Odamlar tez yordam haqida faqat kecha qolib keladi degan noto'g'ri tushunchalar bor. Aslida unday emas, imkon qadar chaqiruv manzilini tezroq yetib borishga harakat qilamiz. Tez tibbiy mashinasida borsak, davlat shifoxona doktorlari tez qabul qilib, tez gospitalizatsiya qiladi degan o'ta qo'pol noto'g'ri tushunchasi bor. O'zingiz tez tibbiy yordam shifokori bo'lgan holda tez yordam chaqirgan paytlaringiz bo'lganmi? Yo'q, haligacha bo'lmagan. Yo'q, bunday holat bo'lmagan. Tez tibbiy yordam chaqirgan holatimiz bo'lmagan. Yo'q, chaqirmagan. Yo'q, unday holat bo'lmagan. Yo'q, unday holatlar kuzatilmagan. Yo'q, bunday holat bo'lmagan. Sababi uyimizda doim birinchi tibbiy yordam dorilar vositalari olib qo'yilgan. Yo'q, bunday holatlar bo'lmagan. O'zimning bilimim, mahoratim bunga yo'l qo'ymagan, hojati yo'q bo'lgan. Bu holat menda kuzatilmagan, darmon muhtoj ham bo'lmagan. Bo'lgan, o'zimga o'zim muolaja qila olmasligim sababli chaqirishga majbur bo'lganman. Bu kasb sizga nima berdi va yoki nimani olib qo'ydi? O'zlarimizda bo'lgan ishonchni, keyin mas'uliyatni, hamda shu vaqtni qadrini yetishni o'rgatdi. Mahorat, intizom, bilim berdi va hech narsani olib qo'ymadi. Bu kasb menga o'zimga bo'lgan ishonchni, mas'uliyatli bo'lishni berdi. Mendan hech narsa tortib bo'lmagan. Bu kasb menga mas'uliyatli bo'lishni, o'z kasbimga bo'lgan mas'uliyatni his qilishni, majburiyatni o'rgatdi. Nimalarni olib qo'ydi? Har xil to'y tomosha tashkillardan borishni, sabrli bo'lishni hamda bir insonni hayotini saqlab qolish hissini berdi. Olib qo'yganlari uyqusiz tunlar, dam olish kunlarini olib. Tibbiyotga kirib kelishimizda katta tajriba bo'lib berdi. Aytaylik, hech nima olib qo'ymadi. Qo'shimcha bilim, tajriba, mahorat olib qo'ygani futbolist bo'lsa orzusi olib qo'ydi. Bu kasb meni hech nimani olib qo'ymadi, aksincha yangi bilim va ko'nikmani, tajriba, tezkorlikni berdi. Bu kasb menga ilmiy tajriba, tezkorlik, chaqqonchilik, tez qaror qilish, mas'uliyat, sabr, toqatni berdi. Lekin uyquni, tinchlikni, xotirjamlikni ko'p yil yo'qotishga to'g'ri keldi. Qaysi chaqiruvda shifokor emas, oddiy inson o'rnida bo'lishni xohlagansiz? Tushlik paytida chaqiruv tushib qolsa, oddiy inson bo'lishni xohlagan. Shu sinfdoshimning to'yida, to'y bo'lib turganda men ishladim. Shu vaqtimda shifokor emas, oddiy inson bo'lib, shu to'yda qatnashib yurishni istagandim. Bizga o'limni aniqlash chaqiruv tushgan. Bemor chaqiruv joyiga yetib borganimizda bemor haqiqatan vafot etgan. Vafot etgan bemorning yaqinlariga shu vafot etganligi haqidagi xabarni aytish biz uchun og'ir bo'lgan. Shu paytda oddiy inson bo'lishni. Chaqaloqlar chaqirilgan
chaqiruvlarda oddiy inson bo'lishni istaydi. Masalan, yangi yil kunlari shifokor emas, o'sha yangi yil kunlari oddiy inson bo'lib uyda kutib olishni istardim. Futbol tadbirlariga chaqiruv borganimizda shifokor emas, oddiy inson o'rnida bo'lib, shular bilan qo'shilib futbol o'ynasim degan holatda bo'lgan. To'y bo'lib turgan xonadonda berilgan vizitda. Bemor ahvoli juda og'ir, hayotini saqlab qolishning iloji bo'lmagan holatlarda ko'pincha shifokor zimmasiga og'ir mas'uliyat yuklanadi. Shu holatlarda men oddiy inson bo'lishni xohlardim. Asossiz chaqiriqlarga borganda oddiy inson bo'lishni xohlagan bo'lardim. Avtoavariyalarga borganda achinarli holatlarni ko'rib, vafot etganlarni ko'rib, oddiy inson bo'lishni xohlardim. Kasbingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Mas'uliyat, sabr, tezkorlik. Bilim, intizom, mahorat. Tezkorlik, mashaqqat, uyqusizlik. Mashaqqat, mas'uliyat, tezkor. Uyqusiz tunlar, og'ir qarorlar, mas'uliyatli. Aql, diqqat va tezlik. Tezlik, mahorat, jasorat. Tezlik, tibbiy bilim, yordam. Yordam, tezlik, hayot. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ayrim ko'ngilsiz holatlarni ham guvohi bo'lyapmizki, o'z xizmat faoliyatini olib borayotgan shifokorlarni bemorning yaqinlari tomonidan kaltaklanishini qanday izohlaysiz? Bu tibbiy hamda madaniy tushunchasining yo'qligi, hamda bularning oilasidan ham shunday tez tibbiy yordam xodimlari chiqishini tilagan bo'lib qoladi. Juda xunuk holat, izoh qoldirishni ham xohlamayman. Kimnidir kaltaklash bu muammoni hal qilmaydi, aksincha bo'lib turgan voqeani qiyinlashtirishi mumkin. Ayrim odamlarning tibbiy madaniyati yo'qligi sababli shu holatlar sodir bo'lib turibdi. Bunday shaxslar o'zini qadriga yetmagan, birovning qadriga yetmagan insonlar deb bilaman. Odamlarning tibbiy madaniyati yo'qligi sababli shunday holatlar kuzatilib turibdi. Bu narsaga sabab aholining katta qismida tibbiy savodxonlikning pastligi deb o'ylayman. Odamlarning tibbiy qarashiga bo'lgan bilimsizligi. Bunday holatlar nosog'lom fikrli insonlar bilan yuz beradi. Bunday vaziyat ayrim insonlarda tibbiy va insoniy madaniyat yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Shunga ham tez yordam chaqiradimi degan paytingiz bo'lganmi? Shunday vizit bo'lgan, chaqiruv manziliga yetib borib, ichkariga kirgan paytimizda bemor qani desak, dadam hozir yo'lda kelyapti deb, bizga shunday javobni bergan vaziyatda bo'lgan. Biz chaqiruvga o'z vaqtida yetib borganimizda bemor bizdan aptekadan dori olib kelib berishni so'ragan. Bo'lib turadi. Oddiy uxlash uchun tez tibbiy yordam chaqirgan paytlari ham bo'lgan. Shifokorlar tomonidan berilgan muolajalarni olish uchun chaqirgan. Shunday bir vizit bo'lgan bizlarda, chaqirilgan bir qari kampir yotgan holatda vizit joyiga kelib bordik. Shunda ana nima bo'ldi, nima yordam kerak desam, qizim bizlarga yordam kerakmidi, ko'ra chiroqni o'chirib tursanglar bo'ldi degan ham holatlar bo'lgan. Doim spirtli ichimlik ichadigan inson bizlardan spirt so'ragandi. Yosh bolamning bo'yi o'smayapti. Shunga ko'rsatma bering deb chaqirgan. Manda bunday holat bo'lmagan. Bir chaqiruvda nabira chaqirgan inson nabirasi maktabga borishga rozilik bildirmagan, shuni qo'rqitish maqsadida tez tibbiy yordamga murojaat qilgan. Tez yordamda oddiy chaqiriqlar ham ko'p bo'ladi. Oddiy chaqiriq shu oddiy uxlolmayotganligi uchun ham chaqirishadi. Tez yordam shifokori sifatida insonlarga beradigan 3 ta tavsiyangiz. To'g'ri ovqatlanish, ko'proq piyoda yurish, sog'lom turmush tarzi rioya. Kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish yaxshi, afzal. Shuning uchun sport bilan shug'ullanish, sog'lom ovqatlanish va tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tib turishni tavsiya qilaman. Parhez, sport, vaqtidagi tibbiy ko'rik. Shu bekardan bekara tez tibbiy yordamni chaqirmaslik, doim tibbiy muolajalardan o'tib turish va sport bilan shug'ullanish. Kuzating, saqlaning, e'tiborli bo'ling. O'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turish, sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini rioya qilish. Sog'lom turmush tarzi, tibbiy ko'rikdan vaqtida o'tish, kun tartibini to'g'ri rejalashtirish. Ommaviy axborot vositalari orqali berilayotgan tibbiy maslahatlar orqali o'zingizni davolashni bas qiling. Doimo jismoniy harakatda bo'ling. O'zingiz va oila a'zolaringiz sog'ligiga e'tiborli bo'ling.
oilaviy poliklinikalardan o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turishlarini maslahat bergan bo'lardim. Sog'lom turmush, sog'lom ovqatlanish tarzini rioya qilsinlar, sport bilan shug'ullansinlar. insonlarga sog'lom turmush tarzini, sport bilan shug'ullanishini hamda o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lishini tavsiya qilaman.